Chillaning eng tabiiy dori vositasi oyoq ostida. Har kuni bir necha daqiqa issiq yerda yalangoyoq yurish tanangizga tabiiy energiya beradi. Bu oddiy odat. Qon aylanishini yaxshilaydi. Refleks nuqtalarini faollashtiradi, ayniqsa oyoq tagida. Stressni kamaytiradi, asab tizimini tinchlantiradi. Oyoq mushaklarini mustahkamlaydi. Hatto immunitetni ko'tarishga yordam beradi. Yerdan tanaga o'tayotgan tabiiy issiqlik a'lo tabiiy davolovchi vositadir. Bu qadimiy tabobatda yer energiyasi deyiladi. Faqat ehtiyot bo'ling. Asfalt yoki temir ustida emas, balki tuproq, qum maysalarda yuring. Kimlarga issiq yerda yalangoyoq yurish mumkin emas? Diabet bilan og'riganlarga, yurak qon aylanishi buzilganlarga, oyoqda yara yoki teri kasalligi bo'lganlarga. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.